Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, mana ko'rib turibsizlar, Sankt-Peterburg Toshkent, Moskva Toshkent primoy reyslar, davlatning qonuniy reysi. Bu avtotrans avtobuslarimiz hali hamon qatnovda aziz yurtdoshlar. Bu avtobuslarimiz primoy Toshkent shahriga 3 kunda kirib boradi. O'zbekiston nomerida pabileti Pamesdan ketasizlar, ortiqcha odam olinmaydi. Pamesdan ketasizlar, to'g'risi bo'lmasa o'z vaqtida jo'nab ketadi aziz yurtdoshlar. Sifatli avtobuslarda ketishlaringizni tavsiya qilamiz. Tanlov o'zlaringda. Bu qo'ldan kelgancha qilayotgan mehnatlarimiz bu reklama emas. Bu avtobuslarimiz reklamaga muhtoj emas aziz yurtdoshlar. Yurtdoshlarimiz qiynalmasin, har xil yolg'onlarga borib qolmasin deb shunaqa ishonchli avtobuslarda ketishlari uchun qo'ldan kelgancha qilayotgan mehnatlarimiz. Tanlovlarda tashmaylar, ekranda ishonchli nomerlar, sog' bo'linglar.